xohlasa 15 yilga garantiya beriladi. Zanglamaydi, netmaydi. Bu nechaminkasi. Ko'pchilik assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana darvozamizni bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Qirg'oqlari 8 ga 6 ni 1.7 stenasida bo'lgan, taglari shiviller bo'lgan. Ichiga to'qima profillar 6 ga 4 1.3 da bo'lgan. Listlari ham 1.3 da bo'lgan. Polni qalin variantda bo'lgan. Shtambovka darvozani eng full variantida shu darvozamiz. Endi razmerlarga keladigan bo'lsak, eniga 290, bo'yi 340 razmerda bo'lgan. Shtambovka darvozamiz ham nerjaminkadan foydalanganmiz. Bu nerjaminkamiz ham polni 0.9 stenada, eng qalinida nerjaminkamizda. Ruchkalariga ham nerjaminka variantda foydalanganmiz. Chiroyli turish uchun nerjaminkalariga ham xudo xolasa 15 yilga garantiya beriladi. Zanglamaydi, netmaydi. Bu nerjaminkasi. Ko'pchilik ko'chib ketadi, u bo'ladi deydi. Bu darvozamizda lavoyni germetikda yopishtirilgan, umuman ko'chmaydi nerjaminkalari. Darvozamiz kraskasiga keladigan bo'lsa, toza banishli kraska sepganmiz. Xudo xolasa kraskasiga 5 yilga garantiya beramiz. Bu darvozamizda buni narxi keladigan bo'lsak, 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab mutlaq dastlabki ustanovka o'lchab hamma yo'q ichida bo'ladi. O'zimizda Namangan, mana Andijon, Paxtaobodga o'rnatib beramiz bu darvozamiz. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu navbatdagi darvozamiz, bu ruchnoy rabota listli darvoza. O'zi ko'rinish ham aytib turibdi. Razmerlari eniga 4 metr, bo'yiga 340 razmerda. Ikkala darvozamiz ham bo'yi teng, 340 razmerda bo'lgan. Mana 10 stenani 2,5 stenasida foydalanganmiz. Bu shivillerdan ham kerak bo'lsa baquvvat turadi bu darvozamiz. Tag qismi 10 shivillerda bo'lgan. Kalitkasi o'ngda, chekkada bo'lgan, addenli bo'lgan 4 metrligi uchun, chunki darvozamiz katta, addenli eshik chiroyli ham chiqadi, qulay ham bo'ladi odamga kirishga. Darvozamizda ichki to'qima profillari 6 ga 4 lari 1.7 stenada bo'lgan, listlarimiz 1.8 stenada bo'lgan. Mana 2 profillarimizda ham polni qalin 1.7 stenasida bo'lgan. 2-2larimiz ham polni qalin variantda bo'lgan. Darvozamiz eng qulay tomoni, bu darvozani yuvsangiz ham suvlari ham polni tushib ketadi. Bitta ham suv o'zida turmaydi darvozamizda. Eng qulay variantlari. Shunday suvni sepasiz, artishingizdan shart emas. Darvozamiz o'zi chiroyli holatda turaveradi. Darvozamiz 1.8 disdan 2 qavatli shumkali variantda. Buni narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkasi 1.200 ming so'mdan 1.300 ming so'mgacha chiqadi. 2 xil variant, 2 xil, 3 xil. 1.100 mingligi ham bor buni. Agar chiroyli variantda chiqarib bering desa, xuddi shunday qilib 1.200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab mutlaq dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Kimga kerak shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.